同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第一单元的语法部分。Bugün bizning o'rganganimiz birinchi qismniki grammatikasi. Shu grammatika desek, saboqdashlarniki inkasi qandaq desakka, birinchi o'ylaydig'ini grammatikasi bek muhim. Men hanzu tilini to'g'ri so'zlayolmayman, xato so'zlayman, hammasini qilolmayman. Butun hammasi grammatikasini yaxshi uqmaganligim uchun deb o'ylaydigan saboqdashlar bor. Yana bir qism saboqdashlar nim deb o'ylaydi desak, grammatika bek tez. Men qanday qilsam o'rganolmayman deb o'ylaydiganlarmi bor. 今天老师来说一下啊 bugun men bir so'zlab o'tsam, grammatika biz dastlabki o'rgangichilar. Najosha shu siz mushu hanzu tiliga andila qadam qo'ygan bo'lsangiz, grammatikaga haddidan ziyoda kirishib olmasligimiz kerak. Nimishqa desak, masalan men bunda bir misol olsam, odatda siz so'zlayotgan vaqtingizda, birusho men sizdan ne tushunar, siz nega borsiz, ne tushunar deb so'ragan bo'lsam, siz gapimni anglab bo'lgandan keyin mushu men uyga mangdim deb demoqchi bo'lsangiz, hanzu tilining grammatikasida avval egisi, ondan xabari, ondan to'ldirg'ichisi, shu vaqtida egisi man va, andan keyin xabari bo'lsa xuy, andan keyin to'ldirg'ichisi bo'lsa chia. Unda bo'lsa bu savolga men javob bergan vaqtimda "Wo, xuy-cha" deb turib javob bersam to'g'ri bo'ladi ekan deb o'ylasak, bu jarayonda balkim 1 minut atrofida vaqt ketishi mumkin. Bu vaqtida, masalan, hozir birisi mendan "Nechun deb so'ragan bo'lsam, men mushu padamda bir turib essam, gap qilmay, nishqotma grammatikasini o'ylayapman hozir. Qarish tarafning nazarida bu qanday bo'ldi? Men odam nimishga qilmaydigandi, mening gapim tushundi. Mu pang, mu ya nervisida azroq chatoq bormi deb o'ylaydi. Shuning uchun biz odatda gap qilgan vaqtimizni grammatikani o'yinchilik nim qilib zig'irlab ketmaymiz. Hamda bir kichik boladan, masalan, ismingiz nima desam, ismim Olim degan bo'lsa, bu bola bu yerda grammatikani o'ylamdi. Yo'q, shu bevosita inkas qilib turib javob beradi. Shivang, ya'ni umid qiladiganim bo'lsa-mu, sizlarmi buningdan keyin o'rgangan vaqtimizda grammatika demay, grammatikasini o'rganmasligimiz kerakmi? Yo'q, o'rganamiz, lekin bilsak ham bo'ldi. Mana mundaq deydiganmiz, mashqisini o'rin olmishib qolsa bo'lmaydi ekan degan bir rad tartibini bilsak bo'ldi. Buning nima ekanligini bilsak bo'ldi. Tanshi bak ichiga kirkitib, shu grammatikani tadqiq qilma deyishimizningki hojati yo'q. Biz avval so'zlashni o'rganaylik. Bo'lamdi? Unda bo'lsa, biz mushu birinchi darsniki grammatikasiga qarab baqsak, diyiga shi zichu deydi. Najosha bir jumlaning ichida mushu shi degan mushu xatningki chiqishi. Wo shi shay shay shay, ta shi shay shay shay. Qanda vaqtida mushu shini ishiltimiz. Masalan, ba'zan bir bolalardan "Ne shi shay? Siz kim o?" desak, "Men olim" deyicha "Wo alimu." Alimu deblam mundaq deyishi mumkin. Bu yerda nishi kanshamada siz nima ish qildig'ini desak, "O'shoshing, men o'quvchi." Bu uyg'urchasini o'ylasak, "Men va o'quvchi shoshing" deblam, "Va shoshing" deb mundaq desak bo'ladi deb. Lekin esimizda bo'lsin balla, uyg'urchasi bilan hansuchi ikkisini bir-birisiga kirishtirib udul mundaq tarjim qilma desak bo'lmaydi. Bu yaxshi o'rganish usuli emas, hamda cho'qim shu hansuchi ifodalashda xatolik paydo bo'lishi mumkin. Qanday qilamiz? Hansuchi ifodalashni, hansuchi tafakkur qilishni o'rganishimiz kerak. Endi shu shi degan xatga bir qarab baqsak, shi zichu, shu shi degan xat bilan chiqqan mushtaq jumla odatda nim bo'ldi desak, shi degan bu bir fe'l. Shu degan mushu fe'l jumlaning ichida nima? Xabar olib mangadigan jumla shu shizichu. Buningki odatda rad tartibi a shi b. Shu iga shi to'ldirg'ichi. A b bilan ifodalagan bo'lsak, a bo'lsa b degandek. Men bo'lsam muallim,
degandagi. Dadam bo'lsa soqchi deganga o'xshash. Baba shi jincha degandagi. Zhuyu ve Bingyu bu yerdagi igisi bilan to'ldirg'ichisi ism bo'lsa bo'ladi. Ism deganimiz mushar barliq narsalarningki ismi, mushtaq so'zi ismni ko'rsatib bergan so'zlarni ism desak bo'ldi. Desi almash. Almash deganimiz men, sen, u, bu degandekchi, ni, o, ta deganlarimiz almash bo'libmadi. Shinrongsi sifat. Sifat deganimiz mushu barliq narsalarningki xarakteri yoki bo'lmasa shakli. Shu cho'ngmi, kichikmi deydigan mushu narsalarni so'zlaydigani sifat bo'libmadi. Shu liangsi deganimiz son bilan miqdor. 1 2 3 4 5 degan son miqdor deganimiz iliqi. Har bir ismlarning miqdori bo'ldi. Masalan bir kiyim degan bo'lsak, yichen, yifu degandek. Bu miqdor bo'ldi. Liangsi zo'mida birlashgan so'z birikmasi degandek. Bularning hammasi yana birisiga mushu t degan xat bilan shakllangan. Masalan, qizilli, qarisi deganga o'xshash. Hongda, luyda, landa, xida degandek. Mundaq bo'lsa-mu bo'laveradi. Shu ma deganna mavu deb turib bir narsaninki xarakterini so'ziga vaqtimizda a shi bi deb desak bo'ladi. Miyadagi misolnimi men muallim degani wo shi lao shi. Wo shi lao shi. Bir narsaninki nima ekanligini degan vaqtimizda a shi bi. A deganimiz bo'lsa bi deb turib. Neyse jo'sha. Masalan, bu bo'lsa kitob desam, zhe shi shu. Zhe shi shu. Uyoq bo'lsa bir o'quvchi desam, ta shi xue sheng. Ta shi xue sheng deb ma'noda. Men muallim, ular mening o'quvchilarim desam, wo shi lao shi. Ta men shi wo de xue sheng. Wo shi lao shi. Ta men shi wo de xue sheng. Men bir dehqon degan bo'lsam, wo shi nongmin.我是农民。一般情况下bir narsaninki xarakterini, ya'ni nima narsa ekanligini. Masalan, men hozir wo shi nongmin degan vaqtimda o'zimniki kasbimni da'vatman. Shunaqo, bu bir kitob, bu bir qalam bo'lsa, shu narsaning nima narsa ekanligini da'vatman. Mushlarning hammasini so'zga vaqtimizda shi deganni akilimiz, shi degan xat o'ttirdi bo'ladi. Ma deganimiz ma'vu deb. Masalan, mana qo'l deymiz, zhe shi shou desak bo'ladi. Agarda emas, undaq emas, bu bundaq narsa emas deb, men muallim emas, men muallim dedim. Emas desak, bu shi deb qatimiz. Wo bu shi lao shi. Men dehqon emas desam, wo bu shi nongmin. Wo bu shi nongmin deb ma'nomiz. Ular o'quvchi emas desak, ta men bu shi xue sheng. 他们不是学生。Bir narsa, mundaq narsa shu desak, A shi B desak bo'ladi. Agarda ma narsa mundaq narsa emas desak, A bu shi B. A bu shi B deb olsak bo'ladi. 好，这是式子句。Endi ikkinchisiga qarab baksak, 形容词谓语句，那就是sifat cümlenin içinde xabar bo'lib chiqqan cümle. Sifat cümlenin içinde haber buluşu. 首先我们要知道形容词谓语句是形容词做谓语hazırda da sifat haber buludu. 描述主语怎么样? Yani igininki qandaq ekanligini bildirdi. Masalan, singlim degan bo'lsam, singlim bu yerda igi bo'lib chiqqan bo'lsa, singlim qandaq? Pek chiroyliq. Meshadagi mushu chiroyliq cümlenin içindeki nimisi bulamadı. 形容词 chiroyliq degan sifat.谓语mushu chiroyliq cümlenin içinde xabar olab minwadı. Singlim bek chiroyliq, Fukam bek aqlliq, 妹妹很漂亮。妹妹很漂亮。yoki Fukam bek umaq desam, 弟弟很可爱。弟弟很可爱。Men bek aqlliq desam, 我很聪明。我很聪明。Bu yerda bu odatda qanday chiqadi ekan? Igini akilib, keyniga sifatni akilamiz. Hamda bu yerda ko'pinchisi mushu sifatni biz bevositalan, masalan, 妹妹漂亮deb, 妹妹漂亮demay, 妹妹很漂亮dedim. Miyaga bir xan degan xatni qatdiq.
Nima uchun desak, xinni qatmasak, bu cümle qanday bo'lib qoldi deymiz. Xinni qatmasak bu cümle mushu nima bo'lib qoldi ilqi. 表示对比 mundaq bir-birisiga nima olgan bo'lib qoldi deymiz, selishtirgan bo'lib qoladi. Xinni qatqa vaqtimizda bu andin 形容词谓语句bo'ladi. Agarda xinni qatmasak, xin deganimiz naiti shunaqo. Naiti degan bu so'zni qatmasak bu jumla selishtirgan. Masalan, bu ikkisini kim chiroyli? Singlim chiroyli degandek. Tamliang shui pyoliang, mei mei pyoliang. Bu ikkisini kim chiroyli? Singlim chiroyli, mei mei pyoliang degandek. Selishtirish ma'noda chiqib qoladi. Shuning uchun xin degan bu xatni qatdimiz. Nima? Men naiti igiz desam, 我很高，我很高 deymiz. 那我们来看一下，你好吗？ yaxshi turyotamsiz好 degan ma'nodagi nima? Ashu sifatda. 她很漂亮，u naiti chiroyli. 她很漂亮，u naiti chiroyli. Men naiti xushal, 我很开心，我很开心。好，asta qarasak, 他们都很开心. Ularning hammasi naiti xushal. 他们都很开心。那么 eng oxirgisi 她漂亮，我不漂亮。u chiroyli, men chiroyli emas. Emas bo'lgan chaqda oldig'i buni qatdamiz. Bu shi qasaq bo'lmaydi va buni qasaqlan bo'ldi. Ha, yana bir qatim kelaylik. Bu yerdagi misollarni bir o'qib olsak. 我们再读一遍啊。你好吗？你好吗？她很漂亮，她很漂亮，我很开心，我很开心，他们都很开心，他们都很开心。她漂亮，我不漂亮，她漂亮，我不漂亮。好，这是第二个。Üçüncüsü 名词谓语句，名词谓语句，那就是 ismninki cümlede ne bulab çıkışı, haber bulab çıkışı. Ne就是cümledeki haber bir isim degan gap. Nima bu ismninki şu haber bulab çıkan cümlesinin içinde odatda nimalarni so'zlaymiz desak-chu, niyanlik. Bir odamninki yishini so'zlagan chaqda, richi, chislani so'zlagan chaqda, go'bi, davlatini so'zlagan chaqda, yana birisiga nima? Mushu ismini so'zlagan vaqtimizda qanday deymiz? Mushu nimani ishlatamiz? Ming ve yücü ism xabar bo'lingan jumla bo'lib ma'noda. Nima narsalarni, niyaning yishingizni, chislani, davlatingizni, ism familiyangizni so'zlagan vaqtingizda munda bo'lib ma'noda. Masalan, birinchisiga qarab baqsak, 我26岁 yishingizni so'zlagan chaqda wo deb o'zingizning ega shunaqa wo deganimiz. 26 岁 san miqdor. Bu nima? Mana 26 yosh deganingiz shu ming ve yücü bo'lib ma'noda. 我26岁. 我26岁. Nima ikkinchisiga qarasak, ata 10 числа desak, 明天10号. 明天10号. Nima bu chisla? Andan keyin go'bi davlatingizni, nima bo'lsa bir ma'lum bir o'rningizni so'zlasangizmi o'xshash. 二妹子山东人. Bu singilchaq Shandonglik degan gap. 二妹子山东人，我新疆人， men Xinjianglik degan gap. 我新疆人，二妹子山东人。那么这是一个。andan keyin 我王明 men palonchi 我王明. Nima bu eng qisqartirilgan 我王明 deb buni ingliz tilida ko'pincha ishlatamiz. Nishe siz kim? 我王明 men 王明 deganga o'xshash. Nima agarda undaq emas bo'lgan bo'lsa, 不是 deb qatimiz. 不是 deb qatimiz. Nima ustidagi o'sha 4 jumlaninki hammasini, masalan, birinchisi 我26岁 men 26 yosh debdi-ku. Unda bo'lsa men 26 yosh emas bo'lsa, igining keyiniga 不是ni qatsiz. Shu vaqtida 我不是26岁 我不是26岁 bo'lib chiqdi. Na ikkinchisi 明天10号 bo'lsa, ati 10 числа emas desak, 明天不是10号. 明天不是10号.
那么 kendiki armezi Shandongren, armezi Shandongluk deganimiz emas bo'lib qolgan bo'lsa, armezi 不是山东人 armezi 不是山东人那么 men Wang Ming 我王明 men Wang Ming emas 我不是王明我不是王明那名词谓语句uni inkor shakli qilmoqchi bo'lsak igining keyniga 不是 deganni qatsak bo'ladi va bugun 5 isla deb 今天5号 degan bo'lsam bugun 5 isla emas desam 今天不是5号 bo'lib mangadi. Tushundikmi saboqdoshlar? Ha, unda bo'lsa 4-siga qarab boqaylik. 特殊疑问句疑问句 nima mushu savol jumla savol jumlalardan qanday bo'lsa mushu 特殊疑问句 bo'ldi desak 以什么谁哪哪儿多少几疑问代词引导的疑问句是特殊疑问句那么bu alayda savol jumla nima desakchu 什么 degan nima 谁 degan kim o 哪 degan qaysi 哪儿 degan qayer 多少 degan qanchalik那么 mushuni asos qilib turib mushu orqali bularning hammasi nima bo'lib qoldi deymiz savol almishi mushu savol almishi orqali savol so'ragan bo'lsak uni biz alayda mushu savol jumlalari deymiz nima oldida biz mushu savol so'ragan vaqtimizda qanday o'rgangandik ma deb o'rgandik ni hao ma shunaqa keyinga ma qo'shib bilan savol jumla qilamiz nima hozir yana nima savol almashlarini ishlatib bu yerda bayam nima dedik shama shay hayo na nar 多少 narsa kerak bo'lsa shama nima deb so'raymiz odam bo'lsa shay deb so'raymiz andan keyin qaysi deb tafsiriy qaysi ekanligini so'ramoqchi bo'lsak na deb so'raymiz o'rinni so'rasak nar deymiz nega borasiz deganda nechun nar deganga o'xshasa o'rinni so'rasak nar deymiz andan keyin sonini so'rasak 多少 yana birday nima bo'lsa 什么 kim bo'lsa 谁 qaysi bo'lsa na qayer bo'lsa nar qanchalik bo'lsa 多少 deb chiqadi va nima bu yerda 5 misol va qarab boqaylik ismingiz nima 你叫什么名字你叫什么名字你叫什么名字 nima odamni so'rasak shay deymiz-ku sinf boshlig'i kim o 谁是班长谁是班长谁是班长 siz kim o desak 你是谁你是谁 deymiz uchinchisiga qarasak vaqtini so'rash qanday deymiz qaysi nechun siz qaysi yili tug'ilgan 你是哪年出生的你是哪年出生的 qaysi degan bildirdi 你是哪年出生的 masalan menda bir 5-6 tal qalam bo'lgan bo'lsa yoki kiyim-kechak bo'lgan bo'lsa qaysini yaxshi ko'rasiz qaysini yoqtirdingiz 你喜欢哪一个你喜欢哪一个 deb bunda qilsak bo'ladi va na qaysi nima o'rinni so'rgan vaqtimizda nar siz nerede 你在哪儿你在哪儿你在哪儿 nima eng oxirgisi qanchalik nima qancha odam bor deb so'rabdi 多少人多少人多少人 yana bir so'zlaya narsa kerak bo'lsa 什么 deb so'raymiz odam bo'lsa 谁 ni shiltimiz qaysi demoqchi bo'lsak na qayer bo'lsa nar nima qanchalik bo'lsa 多少 deb so'raymiz 好这是第4个特殊疑问句 eng oxirgisi
N cümlenin keyniga eng ahırda ma bolsa bu sual cümletiği. Nama eng keyniga mumuşu n bolsa chu deganni bildirib, qarshi taraf bilan mushu oldida bir savol so'raydi, qarshi tarafdan o'xshash savol so'rayotganligini bildirdi. Masalan, men avval savol so'radim. Ni 吃饭了吗? Ni 吃饭了吗? Tamak yedingizmi? 吃了. Yedim. Sizchi? Nini? Bu yerda nini sizchi deb turib, qaysi savolni so'rayapman? Men oldidagi o'xshash savol, ya'ni siz tamak yedingizmi deb o'xshash savolni so'rayapman. Shuning uchun ni deb turib, qarshi tarafdan savol so'rgan vaqtimizda mushu oldidagi savol bilan o'xshash savolni qaytarib so'rayotgan ekanligimizni bildiramiz. Masalan, 我今天很开心. Men bugun nihoyatda xushal. 我今天很开心. Men bugun nihoyatda xushal. Sizchi? Ni ne? Bu qaysi savolga bildirdi? Siz bugun xushalmi? degan gap bo'lib mangda. 我也很开心. Men mu nihoyatda xushal. Ha, unda bo'lsa, mushu tekst qarab baqsaq, 我叫阿里木. Ni ne? Mening ismim Olim. Sizning-chu? Nini bu yerda bu nimani so'rayotdi? Sizning ismingiz nima deb so'rayotdi. 我叫王丽. Mening ismim Wang Li. Ha, ikkinchisi, 我是和田人. Ta ne? Men xo'tanlik. Uchu. U nimasini so'rayotdi? Uning nalik ekanligini so'rayotdi, ha? Ta 是四川人. U Sichuanlik. 好，我们都是中国人，你们呢？ Biz Cumhuriyetler, sizler-chu? 我们都是韩国人. Biz Korelik. Bu yerda nimasini? Mushu biz Cumhuriyet deb o'zimizningki davlatimizni davatimiz, sizchu deb turib qarshi tarafdan so'ratdi. Nima o'xshash qarshi tarafningki davlatini so'ratdi. Nima va mushu 韩国人. Ya undan boshqa o'sha 法国人 demdi, yana bir nima 国人 demdi. 都是啊. Ne deb turib savol chiqqan vaqtida qarshi tarafdan o'xshash savolni so'rayotganligini bildirdi. Ha, unda bo'lsa, bugungi mazmunni tushundikmi? Bugungi grammatikimiz ozroq jiqib ketdi. Lekin mushu savoddoshlarning to'g'ri ishlatilishini umid qilaman. Hamda eng oxirida biz mushu nimani Wenhouyu, ya'ni mushu Wenhua Xiao Tie Shi, madaniyat askartmisi, mushu madaniyat askartmisiga bir qarab baqsaq, doim ishlatiladigan mushu salom qiladigan jumlalar debdik. Changyongda 这个问候语 doim ishlatiladigan mushu salom qiladigan jumlalar, so'zlar. Ha, unda bo'lsa, 向父母长辈 问候致意要根据时间、场合、节庆不同，采用不同的问候方式。Bu degan gapning ma'nosi, bu salom qilsak, hamma odamni ko'rsak, ni hol deb o'tib ketamiz degan gap emas. Mushu ota-onamizga, cho'nglarga, bularga salom qilgan vaqtimizda vaqt, o'rin, bayram, o'xshamagan vaqtida biz o'xshamagan usul orqali qarshi tarafdan ahvol so'raymiz. Masalan, men yerda 1dan tortib 8 gacha. Ha, birinchisi, 早起后问爸爸妈妈 atdiganda qo'pib bo'lib ota-onamizga nima deymiz? 早上好. 早上好, xayrlik atdigan degan gap. Atdigan qo'pib ota-onamizga 早上好 deymiz. Ikkinchisi, 睡觉前祝爸爸妈妈. Nima uxlashdan burun, kechda uxlagan vaqtimizda xayrlik kech deymiz. Xayrlik kechni 晚安. 晚安 deymiz. 父母下班回家时, nima apamiz dadimiz uyga qaytib kelgandan keyin ularga nima deymiz? Baba, mama, qo'ylaylar. Qaytib keldinglarmi? Bu yerdagi bu qo'ylaylar deganimiz bu shu bizniki "Ni hol yaxshi turyotamsiz" deganga o'xshashlar. Mushuni o'zimi bir salom bo'lib maqdi, ha. Bu yerda apamiz dadimizni misol qildik savoqdoshlar. Uningdan boshqa odam bo'lsin bo'ladi. Atdiganda ko'rgan vaqtimizda 早上好. Kechda uxlagan chaqda va'an. Mayli kim bo'lsa, kechda uxlaganda va'an. Andan keyin ishdan qaytib kelganda, yo bo'lmasa sirtga chiqib qaytib kelgan bo'lsa, "Ni qo'ylaylar" desak, o'sha "Qaytib keldingizmi?" deb turib qarshi tarafga salom qilganga o'xshashlar.
Dördüncüsü, 过生日 tug'ilgan kun o'tkazgan vaqtida 祝长辈生日快乐，身体健康。Qarshi tarafdagi nima? Tug'ilgan kunni muboraklaymiz, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin, tiningiz salomat bo'lsin desak bo'ladi va masalan, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin desak, 祝你生日快乐，祝你生日快乐，身体健康desak bo'ladi. 那么beshinchisi 过新年 yangi yillar bo'lgan vaqtida nima deymiz? 新年愉快. Yangi yilingizga muborak bo'lsin deganni 新年愉快 yoki bo'lmasa 新年快乐，新年快乐 desakmi bo'ladi a. 比如说祝爸爸妈妈新年愉快 yoki bo'lmasa 祝爸爸妈妈新年快乐 desak bo'ladi. 第六个，当爸爸妈妈外出时，apamiz dadamiz sirtqa chiqqan vaqtida nima deymiz? 一路平安，万事顺利, oq yo'l bo'lsin, ishlaringiz qutuqliq bo'lsin. Oq yo'l bo'lsin deganni 一路平安，一路平安，万事顺利就是ishlaringiz qutuqliq, o'ngishliq bo'lsin, 万事顺利。好，那么 sirtdan qaytdan baba mama va chu归来时 sirtqa chiqib qaytib kelgan vaqtida nima deydiganmiz? Baba mama 回来了，辛苦了。Apa dada qaytib keldinglarmi? Japa chekdinglar. Japa chekdinglar degan nima deydiganmiz? 辛苦了，辛苦了 desak bo'ladi. 那么 eng oxirgisi 自己告别家人是 o'zimiz shu uydagilar bilan xo'shlashib tezroq chiqmoqchi bo'lgan vaqtimizda 你们放心吧，我会照顾好自己。 Xotirjam bo'linglar, men o'zimning olimdan cho'qim yaxshi xabar olaman. Ha, unda bo'lsa, mushu so'zlagan gaplarni yana bir qatam takrorlaydi ya. 早上好，早上好，晚安，晚安。爸爸妈妈回来了，爸爸妈妈回来了。祝长辈生日快乐，身体健康。祝长辈生日快乐，身体健康。祝爸爸妈妈新年愉快。祝爸爸妈妈新年愉快。祝爸爸妈妈一路平安，万事顺利。祝爸爸妈妈一路平安，万事顺利。爸爸妈妈回来了，辛苦了。爸爸妈妈回来了，辛苦了。你们放心吧，我会照顾好自己。你们放心吧，我会照顾好自己。好，那么同学们，这就是我们今天所学的内容。Bugungi mazmunlar balkim tunji qitim o'rgangan vaqtimizda ozroq tez yoki ozroq murakkab, toza tushunmay qolgandek his qilgan bo'lishimiz mumkin. Asta-asta hammasini bilib ketamiz. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin savoqdoshlar. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.